Hurmatli yurtdoshlar, yana bir himoyamiz ostidagi shaxsga mana shuncha qarzlar bo'lgan, prilojeniyada skrinshot qilib qo'yilgan. Hozirda endi ushbu qarzdorlik mana полностью olib tashaldi. Endi kompaniyadan manaqa ofitsial ответlar kelgan. Bu degani kompaniya tomonidan tekshiruvlar amalga oshirilib, mashinistni aniqlanganligi sababli ushbu himoyamiz ostidagi shaxsdan batamom qarzdorliklar olib tashalgan. Hozir ushbu ukamizni fikrlarini bilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, kommentariyada qayerdan kuzatayotganingizni yozib qo'ying. Assalomu alaykum hammaga. Abbakir akamga rahmat. Shuncha 800 mingga yetar qarzim bor edi. Shuni tashkilotna qilib o'chirtirib berdilar. Kartamga tushmagan. O'zim nomimda bo'lgan Zolotay Koronani o'zim kartamga tushmagan. Men ruxsatimsiz olingan nonagani qarzni Abbakir akamga iltimos qilib, topib, Abbakir akamga iltimos qilib, shu qarzni o'chirtirib berdilar. Abbakir akamga kattakon rahmat. Shu yurtdoshlarimiz ishoninglar. Abbakir akam kattakon rahmat Abbakir akamga. Shamsidan endi telefoningizni mana beraman sizga. Bir fikringiz qanaqa bo'lgan boshida lekin murojaat qilayotganingizda? Murojaat qilayotganimda to'g'risini aytaman. Umuman bu qarzni o'zim olmaganim uchun yomon qo'rqqanman, to'g'risini aytaman. Qo'rqib qanday O'zbekistonga ketaman deb rosa qo'rqardim. Abbakir akamga iltimos qilganman. Qachon topdingiz mana? Shu Instagramda kuzatib, video chiqib qolganmizga ham korona bo'yicha. Korona Abbakir akamni 1-2 ta ishlarini ko'rib va iltimos qilganman Abbakir akamga. Abbakir akam shu ishni hal qilib berdi. Hammasini ko'rdingiz, qonuniy bo'ldi. В рамках zakoni hammasini hal qildik. O'zingizga ofitsial ответlari keldi. Hozir videoda ham ko'rsatdik. Haqiqatda mana shu qarzni оформить qilishda sizni hech qanaqa ishtirokingiz bo'lmaganligi sababli, xabaringiz bo'lmaganligi sababli va sizni hech qanaqa kartangizga pul tushmaganligi sababli tekshiruvlar natijasida firibgarlik aniqlanganligi uchun sizning nomingizdan qarzdorlik olib tashlandi. Prosta bu narsani tushuntirib o'tayotgan sababi boshqalar ham noto'g'ri tushunib qolmasligi uchun-da. Mana haqiqatdan mana o'zingiz tanishlaringiz ko'rib turibdi, masalan videoni ko'radi, o'sha ishni qilgan inson ham ko'rishi mumkin. Haqiqatdan mana sizning xabaringiz bo'lmagan, ishtirokingiz bo'lmagan, sizning kartangizga bu narsa hammasi aniqlangandan keyingina sizning nomingizdan olib tashalgan. Hurmatli yurtdoshlar, agarda sizlarda ham shunday muammolar bo'lsa, xudo xolasa murojaat qilinglar, kommentariyada qayerdan kuzatayotganinglarni yozib ketinglar va lishkaga yozib qo'ysanglar, xudo xolasa barchalarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sizlar bilan Abubakir Safayev. Hammaga kattakon rahmat, Abbakir akamga ham rahmat. Kattakon rahmat kuzatayotganlar uchun.